Amazonka daryosi nima uchun maxluqlarni yaratadi? Kanada. Bu yerda xavfli hayvon turlaridan 10 tasini uchratish mumkin. Aytarli muhim biror nima yo'qdek, shundaymi? Bu esa Amazonka suv havzasi. U Kanadadan kichik, biroq xuddi hayvonot dunyosidagi ashaddiy jinoyatchilarning qamoqxonasiga o'xshaydi. Gap shundaki, Amazoniya 60 million yildan buyon qotil maxluqlarni yaratadi. Dr. Neo sog'lomlashtirish markazi quyidagi kasalliklarni davolashni taklif etadi. Qandli diabet, qon bosim oshishi, ortiqcha vazn va semizlik muammosi, jinsiy quvvat pastligi, prostatit, bo'g'im og'riqlari va boshqa kasalliklar. Uydan chiqmay, qimmat analizlar topshirmay, kafolatli davo toping. Dr. Neo, bugun mavjud bo'lgan kelajak meditsinasi. Ko'rib turganingizdek, bir vaqtlar dunyo qanchalik xatarli bo'lganini tasdiqlovchi dalillar. Bu nima? Umurtqa suyaklarimi? Tahdidli ko'rinmaydi, chunki siz ular kimga tegishli ekanini bilmaysiz. Butunligicha timsohni, sigirni yoki odamni yutib yuborishi mumkin bo'lgan anakonda. Hozirgi Kolumbiya hududiga o'sha meteorit tushganidan keyin million yillar o'tgach barcha zamonlardagi ilonlarning eng kattasi Titanoboa paydo bo'ladi. Titanoboaning uzunligi 12 metrgacha, vazni 1135 kilogramgacha yetishi mumkin edi. Tropik o'rmonlarda yashaydigan bu ilon istaganidek taomlanish imkoniyatiga ega bo'lgan. Qadimgi toshbaqalar, e'tiroz yo'q. Timsohlarning ajdodlari, ikkitasini uzatvoring. Ulkan gavdasiga qaramasdan, Titanoboa baliqlar bilan ham oziqlangan. Bahaybat ilon uchun men hatto qancha baliq kerak bo'lishini hisoblab ham chiqa olmadim. Titanoboa o'zining ulkan gavdasi uchun o'sha vaqtda sayyorada hukm surgan issiq iqlim sharoitidan minnatdor bo'lish kerak. Boshqa tomondan juda kattaligi bois u salqinlikni istagan bo'lishi mumkin. Balki shu sababdan Titanoboalar birdan qirilib ketgandir. Ular uchun juda issiq edi. Garchi hozir Amazonka havzasida Titanoboalar mavjud bo'lmasa-da, yaqinlashish ham xatarli bo'lgan jonzotlarga talaygina. Qurg'ur, Kevin, yigit, shimingni yechmoqchimisan? Ularni oyog'imdan chiqarib olishim kerak. Bu singari fanga ma'lum bo'lgan turlarning har 10 tasidan bittasi tropik o'rmonlarda yashaydi. Mazkur hududda sayyoramizdagi o'simlik va hayvonot dunyosining eng yirik kolleksiyasi mavjud. Butunlay aqlga sig'dirib bo'lmaydigan raqamlar, hasharotlarning millionlab turi, minglab qushlar va baliqlar, yuzlab suv temizuvchilar, amfibiya va sudraluvchilar. Va bu yerda juda ko'p jonzotlar inson uchun halokatli xavf tug'diradi. Amazoniya o'rmonlarida birgina zaharli qurbaqalarning 100 ta atrofida turi mavjud. Ularning ayrimlari sizni bir teginib o'ldirishi mumkin. Bundan tashqari, timsohlar, elektli ilon baliqlar, piranya yirtqich nurli baliqlar, zaharli ilonlar, qon so'rar ko'rshapalaklar, katta yovvoyi mushuklar bor. Bu yerda shuningdek Braziliyaning sayr qiluvchi o'rgimchaklar uchraydi. Bu o'rgimchaklar chaqishi doim xavfli va insonga qo'rqinchli oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. 2010-yilda bu jonzot o'rgimchaksimonlar orasida eng zaharlisi sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. To'g'ri, undan buyon yana ham zaharli turdoshlari aniqlangan. Lekin bu bilan kimni ham ovutish mumkin? O'q chumolilar, yirik skalopendralar va Titanoboaning avlodi hisoblangan anakondalarni ham unutmang. Amazonkaga hatto akulalar ham suzib borishgan. Xudoyim, nima balo bo'lgan bu joyga? Bu juda yomon joy. Xuddi bu yerdagi barcha jonzotlar o'ldirishga tayyorlik tuyula boshladi. Aslida bu hammasi ro'yo. Barchasiga turlarning ko'pligi sabab. Ularning miqdori oshib borgani sari kishi xavfni shunchalar ko'p his qilaveradi. Bu mantiqqa mos keladi va hammasi tropik iqlim tufayli. U mazza qilib yashash uchun juda qulay. Yil bo'yi bu yer o'simliklar barqaror o'sishi, meva tugishi va o'txo'r hayvonlar oziqlanishi uchun yetarli darajada issiq va nam. Bu esa o'z navbatida yirtqichlar populyatsiyasini ko'paytirgan. Aytgancha, zaharli turlar ham shu sababdan ko'p. Men yuqorida eslab o'tgan Kanadada zaharli ilonlarning bor yo'g'i 4 ta turi yashaydi. Ularga sovuq va oziq-ovqat yetishmovchiligi yoqmaydi.
Ilon anavi yerdan chiqdi. Qishda birinchi marotaba ilon iziga duch kelishim. Hozir bu qanday kechishini tushuntiraman. Titanoboa haqida gapirgan ekanmiz. Hozir boshqa bir o'tmishdagi maxluq haqida so'z yuritsak. Hammaning til uchiga kelgandir. Megalodon. U biroz keyinroq yashagan, lekin dunyo okeanining katta qismini egallagan. Bu maxluqqa sovuq yoqmagan, lekin oziq-ovqat mo'l ko'lchiligi xush kelgan. Buning uchun kim ham uni ayblay oladi? Ochdan o'lish mumkin bo'lgan joyda yashashdan nima ma'ni? Buning ustiga sen bahaybat akula bo'lsang. Agar xarita ko'zdan kechirilsa, qaysi manzillar megalodonning sevimli yashash hududlari bo'lgani anglashiladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, mazkur joylarda ozuqa yetarli va iqlim ham qulay bo'lgan. Ammo gap 10 millionlab yil oldingi hodisalar haqida borar ekan. Olimlar bularning barchasi qay tahlil ro'y berganini qayerdan bilishdi degan savol tug'iladi. Axir istalgan narsani taxmin qilish mumkin-ku. Ammo nazariyalar topilmalar bilan mustahkamlangan va bunday dalillar doirasida tortishish oson emas. Hatto tap-taqir sahro o'rtasidan megalodon tishlari topilsa ham, shoshmangchi, bu nima ekan? Xudoyim, bu narsani kattaligini qarang. Siz har qalay ulkan akula qirg'oqqa chiqib yuzlab kilometr masofani bosib o'tgach, o'zining bir juft tishini qoldirib o'lgan deya olmassiz. Hamma gap shundaki, dunyo o'zgaruvchan. Dunyo o'zgardi. Men buni his qilyapman. Yo'q, men boshqa narsa haqida aytyapman. Bizning sayyoramiz paydo bo'lganidan buyon materiklar shunchalar ko'p marotaba birlashib yoki tarqalib ketganki, bu haqida batafsil ma'lumot berish uchun alohida bir video tayyorlashimiz kerak. Hozir qum uyumi yoki toshlar bor joy bir vaqtlar dengiz edi. Masalan, Arizona 270 million yil ilgari akulalarning urchib ko'payadigan uyi bo'lgan. Demak, quyi Kaliforniya cho'llaridan megalodon tishlarining topilishi unchalar ham hayratlanarli emas. Hozircha bizning qadimgi olam haqidagi tasavvurlarimiz, tadqiqotlar natijasi va hayvonlarning qoldiqlari hamda qo'shimcha farazlar hosilasi hisoblanadi. Agar qayerda ko'plab baliq suyaklari yoki tishlari topilsa, o'sha joyda suv havzasi bo'lgan. Bu haqida ilgari hech kim eshitmagani esa ahamiyatsiz. Har qanday topilma kashfiyot yoki soxtalashtirish bo'lishi mumkin. 1869-yilda George Hall ismli kishi quduq kovlash uchun yollagan 2 nafar amerikalik 3 metrlik inson jasadini topadilar. Topilma odamlarni shunchalar qiziqtirib qo'yadiki, qadimiy bahaybat inson qoldig'ini bir ko'rish uchun qancha bo'lsa ham pul to'lashga tayyor bo'ladilar. Olimlar bu soxta ekanini bir necha marta aytishadi, lekin ularning fikri George Hallga topilmaning bo'laklarini yaxshigina narxda pullashga xalaqit bermaydi. U hozirgi qiymatda topilma ortidan taxminan $460,000 pul ishlaydi. Keyin esa topilma oddiy gipsdan tayyorlanganini tan oladi. Uni kislota yordamida qaritishgan, simlar ko'magida u yoq bu yog'ini yemirishgan va keyin ko'mib qo'yishgan edi. Soxtakorlik George Hallga hozirgi pulda $50,000 ga tushadi. Odamlar ishonchiga asoslangan yaxshigina tijorat. Men ishona olmayapman. Bu Galiyevning boshchanog'imi? Odamlarning shunchalar oddiygina tarzda aldanib qolishi g'alati tuyulishi mumkin. Keling, to'g'risini aytaylik. Ko'pchilikka tushunarsiz, sirli va qo'rqinchli narsalar yoqadi. O'lgan sigirni topib olishsa, uni biror yirtqich yoki odam o'ldirganini xayollariga keltirishmaydi. Yo'q, bunaqa vaziyatda nimadir g'ayri-oddiy sabab o'ylab topish, bunda o'zga sayyoraliklarni ayblash kerak. Men buni kim qilganini aniq bilaman, ammo dalilim yo'q. Ammo tariximiz davomida bizning ongimiz shunday ishlab kelgan. Odamlar dunyoni anglash uchun maxluqlarni o'ylab topishgan. Hozir bunda ilm-fan yordam beryapti, lekin 100 yoki 1000 yillar avvalchi Protoceratops qoldiqlarini topib olgan skiflar grifonlarni o'ylab topishgan. Chunki yirik tumshuqli va panjali notanish hayvonni boshqa hech kimga o'xshata olishmagan. Yaponlar zilzilalarni ulkan Onamadzu sodir qiladi deb hisoblaganlar. U Yapon orollari ostidagi botqoqlikda yashar va ba'zan qimirlab qattiq yer silkinishini paydo qilar ekan. Va agar litosfera plitalarining harakati haqida bilmagan taqdiringda, bu mantiqqa mos keladigan fikr. Ulkan asabiy maxluq ham haqiqiydek ko'rinadi. Ta'lim darajasi qanchalar yuqorilayversa, odamlar qanaqadir cho'chqalar haqidagi hikoyalarga ishonmay boraveradi. Katta ehtimol bilan ularni qo'lga tushmas jinoyatchi to'g'risidagi hodisa ko'proq qiziqtiradi. Chunki siz bilasiz, jinoyatchi haqqoniyroq, shuningdek
Afsonalar mintaqaga ham bog'liq. Agar siz New Yorkda yashasangiz, kanalizatsiya ichidagi timsohlar odatdagi vahima sanaladi. Biroq Amazoniya changalzorida istiqomat qiladiganlar nimadan qo'rqadi? Timsohlar ular uchun kanalizatsiyaning murakkab tuzilishidan ko'ra odatiy mavjudot sanaladi. Shu sabab mahalliy odamlar farzandlarini boshqa, masalan, hech kim hech qachon ko'rmagan yovvoyi, shafqatsiz qabilalarni aytib qo'rqitishadi. Xo'sh, rostdan ham bu o'ylab topilganmi? Amazon o'rmonlarida 50 ga yaqin qabilalar yashaydi. Ularning aksariyati boshqa qabilalar yoki jamoalar va tashqi dunyo bilan aloqa qilmaydi. Ular ixtiyoriy tutqunlikda yashaydilar. Ko'pincha kelgindilarga ayovsiz munosabatda bo'lishadi va hech nimani o'zgartirishni istashmaydi. 2020-yilda yovvoyi qabilalar bo'yicha tadqiqotchi Rieli Franciscato aborigenlardan birining kamon o'qidan o'ldiriladi. Bu yarim afsonaviy kishilar Rele butun Braziliyada ularning eng asosiy himoyachilaridan biri bo'lganini bilishmagan va bundan keyin ham bilishmasa kerak. Keling, g'amginlikdan chekinamiz. Tropik o'rmonlardan o'ylab topilgan eng mashhur maxluq yashovchi Shotlandiyaga ko'chamiz. Loch Ness ko'liga xush kelibsiz. Mashhur Nessidagi maxluqni nimalar deb atashmadi? Katta ilon baliq, bahaybat laqqa baliq, tirilib kelgan pleozavr, ammo yaqinda yana bir faraz paydo bo'ldi. Kit. Aniqrog'i kitning naslini davom ettirishga yordam beradigan a'zosi tasviri. Bu g'oyani James Felton ilgari surdi. Mabodo siz ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, YouTube'ni o'chirib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Chunki unda intim tafsilotlarni ko'p ham xushlamaydilar. Agar sizga ilmiy yutuqlarga qaramasdan bugun ham Nessi maxluqi haqida turli afsonalar aytilayotgani g'alati tuyulsa, shuni bilingki, buning sababi oddiy. Nessi sayyohlikning haqiqiy xazinasi. Har yili ko'lga mavjudotni tomosha qilish uchun oqib kelishadi. Siz uni ko'rishingiz bilan nimadir borligini anglaysiz. Aniq, bu ko'lamdagi afsonalarni ertami kech pulga aylantirishadi. Arxeologik topilmalarni soxtalashtirish butun boshli boylik degani. Hazillashmayapman. Qadimiy haykalchalarni o'xshatishsa, firibgarlarga $2 million daromad kelishi mumkin. Endi dinozavr suyaklari qanchaga baholanishi haqida aytib o'tirishga ham hojat yo'q. Ularni nafaqat muzeylar, balki shaxsiy kolleksionerlar ham xarid qilishadi. Ishonasizmi? Stegozavr suyaklari $3 million, kichikroq kaltakesaklar juftligi 29 million. Aftidan bu arzonlashtirilgani. Allozavrlar 1 va 4 milliongacha. Bularning hammasi haqiqiy narxlar. Endi tasavvur qiling, odamlar barchasiga ishonishi mumkin bo'lgan holatda mazkur soxtakorliklar ortidan firibgarlar qancha ko'p pul ishlab topishi mumkin. Mayli, umuman odamlarga nimadir sirli narsaga ishonish yoqadi. Darvoqe, bu tarkibga ko'pincha reklama bo'lib chiqadigan virusli videolarning yaratuvchilari ham kiradi. Ehtimol siz Evan Longoria intervyu berayotgan paytida qanday qilib kaptokchani qo'li bilan tutib olganini ko'rgandirsiz. Hozirgi paytda bu videoni 10 milliondan oshiq odam ko'rgan. Ammo kamdan kam tomoshabin sportchi boshining chap va o'ng tomonlarida jilet logotipi borligini payqaydi. Ha, bu oddiygina reklama. Jumladan snowboardchi va ayiq videosi ham. E'tiboringiz uchun uning ko'ruvlari soni 14 million. Umuman esa barchasi xuddi ana shunday ko'proq ko'rishlar uchun yaratilgan. O'ylab ko'raylikchi, bularning o'sha gipsdan yasalgan soxta bahaybat haykallardan nima farqi bor? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa unga like bosing. Kanalga obuna bo'lish ham yoddan ko'tarilmasin. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar. Salom do'stim. Men o'sha har kuni yangi video taqdim qiladigan ekspertman. Sening har bir izohingni o'qib, senga yoqadigan mavzularda roliklar tayyorlashga harakat qilaman. Ishon, video ostida bildirilgan hech bir fikrni e'tiborsiz qoldirmayman. Ammo so'nggi vaqtlarda YouTube'ning qat'iy qoidalari, ya'ni qonli, zo'ravonlik aks etgan yoki insonning ruhiyatiga salbiy ta'sir qiluvchi kadrlarni bu yerga joylab bo'lmasligi mening ishimga oz bo'lsa-da xalaqit beryapti. Men atay sen uchun Expert Media ilovasini yaratdim. Ilovada shu kungacha e'lon qilinganlari bilan birga YouTube qabul qilmagan va hech qayerda ko'rsatilmagan minglab eksklyuziv videolar mavjud.
Yana har kuni uni to'ldirishda davom etyapman. Tez orada premium videolar, qiziqarli seriallar va eng oxirgi filmlarni ham sof o'zbek tilida, dublyaj san'atining yorqin namoyandalari ishtirokida ko'rish imkoni yaratiladi. Hoziroq pastdagi havola yordamida ilovani bepul yuklab ol va jamoamiz qilayotgan barcha yangiliklardan xabardor bo'lib tur. Yodingda tut. Expert Media bu shunchaki YouTube'dagi kanal emas. Bu sen tasavvur qilgandan-da kattaroq loyiha.